Google xaritasini kuzatuvchilar Charchan nahiyasining Texnomakan qumliqiga yaqin bir joyda gumonliq bir nuqtani bayqagan bo'lib, uning atrofida tashlandiq zavodlarga o'xshaydigan bino izlari ko'rilgan. Google xaritasini ko'ringan bu gumonliq nuqtaning raketalik boshqarilgan bomba qo'yib berish o'rni ekanligi ilgari surilmoqda. Xitoy rejimi yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ijro qilishda alohida muhim rol o'ynagan bir qism soqchi doiralari va soqchilarni alohida uqtirish chiqarib taqdirildi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi tashviqot organi Tangirtoq to'g'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligi va Xitoy Kommunistik yoshlar ittifoqi markaziy komiteti umumiy uqtirish chiqarib, Sharqi Turkistondagi soqchi doiralaridan Urumchi shaharlik jamoat xavfsizligi idorasi alohida soqchi 8-tarmoq birinchi cho'ng atirti qatorliqlarni o'z ichiga olgan 8 kollektiv va 24 soqchini alohida taqdirlagan. Xitoyning rayon va yer shari xarakterlik roli ko'rsari kuchayotgan ahvolda Yaponiya Amerika bilan harbiy kuchini kuchaytirish hamkorlik musobaqasini tezlatmoqda. Yaponiya davlat mudofaa ministri Kishinobu oldinqatda 5 burchaklik binoda Amerika mudofaa ministri Ostin bilan Xitoyning Rossiya Ukraina krizisiga tutgan pozitsiyasi, Hind Tinch okean rayonidagi tamponliq va Tayvan bo'g'ozining muqimligi qatorliq masalalarni muzokara qildi. Taraflar Amerika va Yaponiyaning bexatarlik strategiyasini texmo moslashtirish va mustahkamlashga qo'shildi. Amerika prezidenti Joe Biden Ukraina urushi sababidan dunyodagi muhim yemaklik bilan ta'minlashning to'silib qolganligini bayon qilib, Amerika Ukrainaning yezi egilik eksporti qizil raqamini to'ldira oladi dedi. Biden Illinois shtatidagi bir dehqonchilik maydonini ziyorat qilganda davlat ichidagi ishlab chiqarishning muhimligi to'g'risida so'z qildi. Biden Amerikaning davlat ichidagi pul paxalligining eshigiga qarshi kurash qilish bilan birga Ukraina urushiga yaqindan ko'ngil bilib ta'kidlab, Ukraina bilan bo'lgan urush dunyodagi eng muhim yemaklik manbasini uzdi dedi. İlgilenişçe, Şanghay Hamkorlik Tashkiloti ommaviy diplomatiya munbiri O'zbekistonning poytaxti Toshkentda o'tkazilgan. O'zbekistonning Şanghay Hamkorlik Tashkilotidagi navbatchi raislik yilida o'tkazilgan ommaviy diplomatiya o'zaro tushunish temasidagi munbirga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Pokiston, Hindiston va O'zbekistondan kelgan nurg'un parlament a'zolari, hukumatsiz tashkilotlar va oqillar munbirining vakillari qatnashgan. 4. ayda Rossiyaning tashqi pirovod zapisi 593 milliard dollarga tushib, oldingi oyga solishtirganda 13 milliard 300 million dollar azaydi. G'arb davlatlari Ukraina urushi sababidan Rossiya Markaziy bankisining xalqaro zapisining yarmiga yaqinini to'nglatdi. Qatarga joylashgan Al Jazeera televiziya kanalining ayol muxbiri Sherin Abu Akili ishg'ol ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Jinnin musofirlar lagerida Isroiliya askarlari tomonidan etilgan o'qda hayotidan ayrildi.